12 ayning 3 kuni xalqaro qulluq tuzumini bekor qilish kuni bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi tomonidan bekitilgan bu xotir kunida Uyg'urlarning majburiy emgakka selinish masalasi tilga olindi. Kishilik huquq faoliyatchisi va irqiy qirg'inchilikqa javob nomli kishilik huquq organining qurg'uvchisi Evalina Ojab Forbes jurnalida Uyg'ur majburiy emgaki haqida maqola e'lon qilib, bu masalaning navbatdagi eng jiddiy masala ekanligini ta'kidladi. U biz hammamiz zamonaviy qulluqqa sherikmi deb mavzu qo'ygan maqolasida bu haqda e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarga asosan navbatda Allohazal 80 ming Uyg'urning kam deganda 83 xalqaroliq markaning ta'minlash zanjirining bir qismi bo'lgan zavodlarda ishlashga majburlanayotganligi haqida kuchli isbotlar borligini, hozirgacha bu xalqaroliq markalarning bu masalaga izohat bermayotganligini e'lon qilgan. Ondan u bu markalarning ta'minlash zanjiridagi qul emgakini to'xtatish uchun tadbir qo'llanish o'rniga Amerika Davlat Majlisi ovozga qo'yilayotgan Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasining ma'qullanishining oldini olish uchun lobbichilik qilayotganligini bildirgan. U bu haqda New York vaqt gazetida oshkorlagan ma'lumotlarni naql keltirib turib mundaq degan: "Hozir biz bu shirkatlarning ta'minlash zanjirida majburiy emgak borligini bilamiz va biz ular bozorga selayotgan mahsulotlarni davomli ilyapmiz. Undaqda hammamiz zamonaviy qulluqqa sherikmi?" Türkiye'deki asosliq o'qituvchi partiyalardan biri bo'lgan İYİ partiyasining raisi Meral Akşener xonim hukumatning Sharqi Turkistondagi zulmlarga sukut qilishini aybladi va Xitoyparast Vatan partiyasining qo'llashi bilan hukumatning Xitoyga tutgan pozitsiyasida o'zgarish bo'lganligini aytdi. Vatan partiyasi raisi Perinchikning Xitoyning siyosatini qo'llaydiganligini eskartgan Akşener, hukumat Sharqi Turkistonda yuz bergan vahshiylikka sukut qildi dedi. U yana Uyg'ur turklari zulmga uchirmoqda. Sharqi Turkistonda uylarga Xitoy erlar o'rlashtirildi. Xitoyning Turkiyadagi sheriki hukumatni qo'llag'ashqa Xitoy alohida imtiyozliq bo'lib qoldi. Ajaba Uyg'urlar musulmon emasmi dedi. Xitoy vaksinasi haqida to'xtalgan Akşener, Turkiyaning birla manbadan vaksina setib olishining to'g'ri emasligini ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy bilan Amerika orasidagi 5 madaniyat almashtirish programmasini oxirlashtirganligini e'lon qildi va bu programmalarning Xitoy uchun tashviqot olib borganligini bildirdi. Ministrlik yozma bayonotda mundaq dedi: Tashqi ishlar ministrligi Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan madaniyat almashtirish niqobi ostidagi 5 programmani oxirlashtirdi. Bayonotda aytilishicha, amaldan qoldirilgan bu 5 tur tadbir belgilovchilarning Xitoy sayohat programmasi, Amerika Xitoy do'stlik programmasi, Amerika Xitoy rahbarlarini almashtirish programmasi, Amerika Xitoy Tinch okeandan halqagan almashtirish programmasi va Hong Kong ma'arif va madaniyat programmasi ekan. Hong Kong Demokratiya faoliyatchisi Joshua Avon qatorliq kishilar turmaga tashlangandan keyin bir qism Germaniya siyosiyonlari Germaniya hukumatini Beijingga qarshi harakat qo'llanishga chaqirdi. Yeşillar Partiyasining federal parlament tashqi siyosat bayonotchisi Omid Nuri-Repor yakshanba kuni Dunyo gazetining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi: Federativ hukumat o'zini tutib olishdan voz kechadigan payt keldi. Beijingdagi hokimiyat beshidagi kishilarga shuni bildirib qo'yish kerakki, Germaniya hamda Xitoyning harakatiga qo'l qo'shtirib qarab turmaydi. Hong Kong sudi 24 yoshli faoliyatchi Joshua Avonni ruxsatsiz namoyishga qatnashgan va ommani tashkillagan deb ayblab 13,5 oy qamoq jazosi bergan edi. İlgilenişçe Angliya bilan Misr siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat masalalarini o'z ichiga olgan hamkorlik kelishimi imzolagan. Angliya Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Angliyaning Qoyirada turishliq bosh elchisi Sir Gerfi Adamis va Misrning Yevropaga mas'ul muavin ministri Badr Abdillatining ikki davlatning siyosiy va savdo aloqasini kuchaytirish to'g'risida kelishim imzolaganligi bayon qilingan. Bu kelishimning Angliya korxonalarining BRICS o'tkinchi davridan keyin Misr bozoriga uzluksiz erishishiga va ikki davlatdagi mablag'ni oshirishiga yordam qiladiganligi o'tirg'a qo'yilgan.